Assalomu alaykum. Ismim Abdumuxtor Diyorbek. Toshkent Kimyo texnologiya instituti 3-kurs talabasiman. Men bugun sizlarga propan-butan ajratib olish sxemasini gapirib bermoqchiman. Gazimiz bu yerga kelishdan oldin 6 kun gurtdan serliklar yordamida tozalanib olinadi va ko'rib turganingizdek bu yerdan kiradi va 3 juft 6 ta filtrga duch keladi. Bulardan 2 juft ishlaydi, 1 jufti zaxirada turadi. Bu yerdan tozalanib o'tgandan so'ng, filtrlardan o'tgandan so'ng temper teplanligimizga keladi va minus emas plus 56 gradusgacha sovitiladi va undan so'ng T2 va T4 teplanligimizga kelib 15 gradusdan 23 gradusgacha sovitiladi va undan so'ng T1 teplanligimizdagi gazlar T3 teplanligimizga keladi va T2 va T4 teplanligimizdagi gazlar S1 separatorimizga keladi. T3 teplanligimizdagi gazlar ham S1 separatorimizga kelgandan so'ng bu gazlar turbo detanterga jo'natiladi. Turbo detanterda bu yerdan kelgan suyuqlik bilan aralashib, harorati adiabatik kengayish hisobiga 76.5 gradusdan 74.4 gradusgacha sovitiladi va undan so'ng C2 separatorimizga yuboriladi va bu yerdan pastki qismidan turbo detanterimiz pastki qismidan suyultirilgan gaz ma'lum bir qismi chiqib ketadi. C2 separatorimizdan ko'rib turganingizdek kabel kolonnamizga jo'natiladi. Kabel kolonnamizda ko'p qismi mavjud bo'lib, bu yerdan pentan va pentandan yuqori uglevodorodlar chiqib ketadi va tepasida deetanizator etansizlantirish bo'ladi va ko'rib turganingizdek bu yerda qaynatgich mavjud T6 va undan so'ng K2 kolonnamizga keladi. K2 kolonnamiz tepasidan propan-butan fraksiyasi chiqib ketadi. Bu yerda bug'latgichimiz mavjud va buni ko'p qismidan barqaror kondensat chiqib ketadi va bu yerda tepadan propan-butan fraksiyasi chiqqandan so'ng ikki fazalgi teplanligimizga duch keladi. Bu yerdan o'tgandan so'ng past qismida ham havo quritgichlarimiz mavjud. Bu yerdan kelib Y1 refleks idishimizga keladi. Bu yerda propan-butan aralashib fraksiyasi bo'lib, bu yerdan propan, bu yerdan butan chiqib ketib, ko'rib turganingizdek bu yerdan barqaror kondensatimiz chiqib ketadi va turbo detanterdan suyultirilgan gaz chiqib ketadi. Bugungi ma'lumotlar tugadi.